Ana, kelyapti. Signal chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Ha, tirikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turq sovuq? Dadasi, o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilek. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalni vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bo'lmasa qo'yadi mana shuni. Mana shu bolka chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kelar? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ko'kizday bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Vel! Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi sen kimsan? Sen kimsan? Kampir uy Hey! sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Hey! Dadasi, bu o'g'lingiz g'ani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim turing endi, qani vaqa. Ya, lala ko'takliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Ha, shu bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishini qaydan bilay? Kichkinachaydi-ku. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmadim. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, nicho. Meni ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Dadayman. Yarim Moskvalarga ketdik.